Mana hozir Matiz mashinamiz kelgan. Olddan endi to'qib qolgan ekan. Bamperlar singan ekan. Hozir o'zini yamab qilib beramiz. Krılolari ham bukilib g'ijim bo'lib qolgan. Hozir ularni hammasini o'zini tortib to'g'rilab beramiz. Ularni o'zini tortib to'g'rilab beramiz. Ozgina chekirib qo'ygan ekan. Hozir hamma joylarni o'zini qilib beramiz. Bitta qosh almashadi, qosh sinib ketgan ekan. Qoshni almashtiramiz. Farani quloqlarini ham yamab beramiz hozir. Farasi ham singan, quloqlari sinib bu yerda qolib ketgan quloqlari. O'zini qo'yib yamab beramiz quloqlarini ham. Urilganda eshikning zazorlari qisilib qolgan, qochib ketgan. Yopilib. Bularni hammasini o'zini to'g'rilab qilib beramiz. Bamper mashinani yamab beramiz o'zini radnoy qilib. İşimizni boshladik mana. Mana Matiz mashinamiz ham bitdi. Bamperlarni, faralarni qo'yib bo'yab berdik. Krılolani o'zini qilib berdik mana. Zazorlarni chiroyli qilib yig'ib. Mana bamper yamaganim joylarimizni bilinmaydigan qilib yamab berdik. Mashinamiz bitdimi? Tayyor, egalarga topshiramiz endi. Mana mashinamiz holat.